Salom qizlar, hozir men sizlarga o'zim birinchi marta qilgan ishimdan shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Hozir men sizlarga o'sha go'zallikni ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa asalligini. Bu lurkamiz 70-35 razmerda Osiyo ismli chaqalog'imiz uchun qilingan. Qaranglar buni. Mana bu ismlarni ajoyibligini qaranglar. Bu ikkita kortina, bitta plita, keyin mana bunaqa o'yinchog'ini qaranglar. Bu вообще asal narsa-da. Bularni hammasini o'zim zakazga qildirdim. Mana shunaqa o'zim mamlarini ham o'zim tanlab, shunaqa bir-biriga komplekt bo'lsin deb, pushti rangdan qildirib, mana fatasini ham shunaqa rozvidan qildirdim chetlariga, mos bo'lsin bir-biriga deb. Mana qaranglar, mana pletlari bor, shunaqa oq bunaqa qilib rozvi aralashtirib, mana matraslarini qaranglar, asalligini, serdichkali. Shunaqa yaxshi ko'raman, mana shunaqa matraslarni qaranglar, mana. Bu go'zallik nima deyapti? Mana ikkita katta organizer bir xil razmerda